Yuqorqi leksimizin davomı dikkat qilgan vatandaşım bayonot e'lon qilib o'ch elishni o'ylashdi. Gerçi Aksaray hozirgacha qanday harakat qo'llanishni belgilamagan bo'lsa-mu, lekin voqealar xatarlik bir darajaga yetganligini tushuntirib berdi. Tarix bizga shundoq aytib berdiki, Pearl Harbor voqeasi Yaponiyaning yakka bir harakati kelib chiqargan voqea emas. Belki Yaponiyaning bir qator harakatlarining jug'lanmasining natijasidir. Tarixdagi harakat shundaqdir. Jungo bugun tarixdagi Yaponiyaning qatangiga dastlab meng'otamda qandaq? Eng muhimi, agar Jungoning harakati intayin zo'r qarshilik qilib boradigan bo'lsa, ikki davlat Jungo Amerikani ikki davlatga qarshilik qilib boradigan bo'lsa, Jungoning harakati Amerika qanday qilib urushni cheklab qola oladi? Amerikada siyoset belgilaguvchilar Jungo bilan to'qinish yuz berishni cheklab qolmoqchi bo'lsa, 3 jihatdan o'ylanib ko'rish kerak deydi Steven Mattis efendi. Birinchi, ma'lum huquqdan bahramand bo'lishni o'rinlashtirishni sinab beqish kerak. Lekin masala shu yerdiki, Jungo bundan qanoatlanmadi yo'q, bilmaydi. Amaliyot Jungo o'zimi buni bilmaydi. Çünkü bazı alametler ko'rsatdiki, Jungo'da hukumat amaldorlari va siyosat mutaxassisleri ichida ba'zilar huquqdan bahramand bo'lishni qabul qilsa, yana boshqalar buni qabul qilmaydi. Garchi ikki taraf bundoq bir o'rinlashtirishni orzu qilsa-mu, amaliyotda bu ishni shundoq qilg'ili bo'lmasligi mumkin. Xuddi ba'zi junguliklar aytgandek, Beijing yoki Washington o'xshashlar Osiyo Tinch okean rayonini boshqara olishi mümkün. Lekin ikki davlat birlashib boshqarishi bu mumkin emas degandek bir ish. Demak, bu yerda Steven Mattis efendi Osiyo Tinch okean rayonini Jungo'la Amerika boshqarib birlashish mumkinmi degan savolni qo'yib, bu mumkin emas degan xulosani chiqadi. Ikkinchi, besim ishiltish. Agar Jungo Janubiy dengiz harbiy mavjudlikni davomlashtirar ekan, kengaytirdi ekan, Amerika davomli Jungoga haqqir hujum Amerikaga, ya'ni Amerika hukumat organlariga Jungo davomli hakkerlar hujumi qo'zg'aydi ekan. Jungo davomli harbiy ishlarda zamonaviylashishni qo'g'lashidi ekan. Amerika bilan to'qinishadigan xatarni kuchaytirdi ekan. Undaqda Washington Jungo bak qo'rqadigan, balki yoqtirmaydigan bir ishni qiladi. Ya'ni ikki davlatning harbiy ishlar hamkorligini pasaytirdi yoki bekor qiladi. Intayin qattiq iqtisodiy embargo siyosatini yo'l qo'ydi. Amerika Qo'shma Shtatlari armiyasining g'ayrimuntazam urush qilish iqtidorini oshirdi. Masalan, chet davlatlarning partizanlik harakatiga yordam bergandek, ozodlik harakatlariga yordam berdi. Diqqat vatandoshim. Amerika armiyasining muntazam urush qilish iqtidorini oshirdi. Masalan, chet davlatlarning partizanlik harakatiga yordam bergandek, ozodlik harakatlariga yordam berdi. Bunda qilishning xatiri shu yerdiki, Jungo Amerika bilan bo'lgan munosabatni bo'linish, qattiq qo'lla va mo'tadillar deydigan Jungoning ichki qismidagi bo'linishga duchor bo'ldi Xitoy deydi. O'zaro mos kelmagan qayta besim, qattiq qo'llarga foydali qilib ikki davlatni, ya'ni Jungo Amerikaning huquqdan bahramand bo'lishini ishga oshirmaydi. Üçüncü, bevosita moslashib kelgan qayta besim. Bundaq besim jumladan mudofaa va hujum. Ikki tarafdan Amerika Qo'shma Shtatlarining to'rbiti kurashgan kuchini kuchaytirib, harbiy kuchini avatish iqtidorini va dengiz armiyasining iqtidorini kuchaytirib, boshqa Osiyo davlatlari bilan harbiy ishlar jihatdan munosabatni kuchaytirishni to'xtatib qo'ymaydi yoki ishga oshirdi. Bu ishlar albatta Jungoning qattiq qo'llarning maydonini g'idig'lishi mumkin. Amerika Qo'shma Shtatlari harbiy ishlarga zo'r mablag' ajratishi mumkin. Shuning bilan bu ish davlat mudofaa xarajini oshirish bu usullar bexatarlikligi intayin qimmat to'xtaydigan usullardir. 1941 Yaponiyaning Amerika qarshi urushga xatariga jur'at qilganligi, chunki Tokyo Amerika Qo'shma Shtatlari 30-yillarda kasatchilikdan to'xishga kelolmadi. Amerika qarshi urush qilishning payti yetib keldi. Bu paytni ching tutmasak, darhol o'tib ketadi deb hisoblaganlikdan bo'lgan.
Demek Yaponiya şundaq hesaplap Pearl Harbor'a hücum qilgan. Bugun Jungo Osiyo Tinch okean rayonida Amerikaning ta'sir kuchi ojizlab ketdi. Şuna Jungo Osiyoda Amerikaning o'rniga o'tishi kerak deganlarga ishonishi mumkin. Agar shundaq bo'lgan bo'lsa, Washington Jungoga tushuntirib qo'yish kerakki, Amerika Qo'shma Shtatlari Osiyodan chekinmadi, Tinch okean rayonidan chekinmadi. Amerika Qo'shma Shtatlari Osiyodan chekinmadi. Agar Jungo Amerika bilan to'qnashib qilishdan saqlang'ili bo'lmaydi deb hisoblasa, balki to'qinish allaqachon boshlandi deb hisoblasa, undaqda Amerika bu nuqtani tezroq tonib olishi kerak. Vaqtni qo'lga keltirib, unumli tadbir qo'llanib, umumiylik urush portlashning oldini olishi lozim. Bugungi leksiyamiz shu yerda oxirlashdi, hurmatli vatandoshim.